Sanuzellarimiz ham tayyor, уже ustanovkalar qilinib, suvlarimiz ochib tekshirdik. Sekin napurlarni o'zgartira boshlab, bu tahoratga dush, vanna xohlashdi. Mana vannamiz, rakovinamiz, kir mashinamizga joy, oynagimiz, polotensushitel. Bu yerda bo'lsa bizni unitazimiz, chashaginimiz, rakovina, aristonimizga resirkulyatsionni qilib berdik montajimizni. Mana nasoslari xudo xolasa ishlayapti. Shunday kiramni ochsangiz, o'zi issiq suv tayyor. Suv rasxod bo'lmaydi.